Birinchi savol. Ustoz, davlat organ xodimlariga umumiy takfir berish yoki xoslab takfir berish va formachan namozxonga takfir berish joizmi? Iltimos, shu masalada ixtiloflashib qoldik. Dalil bilan javob bersangiz. Bismillah, alhamdulillah vahda, vassalatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hop, musulmon kishiga takfir berish bu aslida o'ta xatarli ish. Shuning uchun bu narsaga shoshmaslik kerak. Ya'ni hech qachon bir musulmonni la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb o'zini musulmonman deyotgan kishini takfir qilishga, ya'ni kofirga chiqarishga musulmon kishi shoshmaslik kerak. Chunki hadislarda kim birodariga kofir desa, agar aytganidek bo'lmasa o'ziga qaytadi deyilgan. Va ulamolar bu narsadan qaytarib kelishgan. Jur'at qilmaslik kerak. Ulamolarda qoida bor. Man sabata islamuhu biyaqin la yuzalu anhu illa biyaqin. Kimning islomi aniq ishonch bilan sobit bo'lgan bo'lsa, shu aniq hujjatga asoslanmay turib uni islomdan chiqarilmaydi deyishgan. Shunday ekan, musulmon kishini kofirga chiqarishga shoshmaslik kerak. Endi buni batafsil nima qilishdi, menimcha hojati ham yo'q. Alohida bu haqda darslar qilindi. O'sha darslarga murojaat qilish mumkin. Ya'ni bir kishini musulmon bo'lgan kishini kofir deb adashgandan ko'ra, mabodo o'sha Allohning oldida kofir bo'lgan taqdirda ham musulmon deb e'tiqod qilib adashsa mabodo, buni zarari yo'q. Kim kofirni kofir demasa, o'zi kofir bo'ladi degan qoidaga tushmaydi bu. Bu qachon qoidaga tushadi? Ya'ni kofirni kofir demasa o'zi ham kofir bo'ladi degan qoidani kufri aniq bo'lgan, o'zini kofirligini aytib turgan, e'tirof qilib turgan kishilarga nisbatan, nasoro bo'lsa ham, yahud bo'lsa ham, ateist bo'lib tursa ham, buddist bo'lib tursa ham, bu musulmon deb tursangiz, mana bu kofirni kofir emas desangiz, mana shu holatda inson o'zi kofir bo'ladi, chunki Qur'ondagi bor narsani yolg'onga chiqarayotgan bo'ladi. Laqad kafarallazina qalu innalloha thalithu thalatha. Alloh taolo uchta ilohni biri deydiganlar kofir bo'ldi deb turibdi Alloh taolo. Endi xuddi shu gapni aytadigan nasoralarni kofir emas degan odam o'zi kofir bo'ladi, chunki Qur'ondagi oyatga zid e'tiqod qilganligi uchun, Qur'onni yolg'onga chiqarayotganligi uchun kofir deyiladi. Mana shu holatda ishlatiladi. Ammo bir zohirda musulmon bo'lib yoki hatto namoz o'qib yurib, ba'zi bir shubhali yoki dindan chiqqani aniq bo'lmagan ba'zi ehtimoliy ishlar bilan uni dinga chiqarish masalasida ehtiyot bo'lgan odam, mabodo o'sha ishi bilan u kofir bo'lgan taqdirda ham siz aniq dalilingiz bo'lmasa, uni kofirga chiqarmasa, bo'ldi, mana kofirni kofirga chiqarmayapti, bu o'zi kofir bo'ladi degan qoida bu yerda ishlatilmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lgani yaxshi bu masalada. Ya'ni musulmon kishini kofirga chiqarish qoidalari haqida o'tgan, masalan, darslarga murojaat qilish mumkin. Kengroq bu narsa dalillar bilan, ahli ilmlarning so'zlari bilan bayon qilingan. Allohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo boshqa joyda aytadiki, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah vallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shayton inna kayda ash-shaytoni kana da'ifa. Mu'minlar Alloh yo'lida jang qiladilar. Kofir kimsalar esa shayton yo'lida jang qiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muvahhid birodarlar va muvahhida opa-singillar. Bu mavzuyimiz albatta bir ijtimoiy tarmoqdagi ya'ni Yusuf Davron nomi bilan taniqli bir talibul ilm, Madinada o'qigan, shu insonga tegishli mavzuyimiz. Ya'ni albatta biz har bitta salaflarimizga ko'ra, salaflarimiz bitta bid'atni agar ko'rishsa, albatta unga rad berishgan, rad javobini bergan va uni va bid'atni tarqatsa, bid'at ekanligini, shirk kufrni tarqatsa, shirk kufr ekanligini, ya'ni bu boshqa musulmonlarga ya'ni aytib berishgan. Chunki bu Allohning dini bu. Bu dinda kim mana shunday bir botil aqidani tarqatsa, bid'at narsalarni dinga kirgizib,
bid'at narsalarni tarqatsa va botil aqidalarni dinga kirgizsa agar, unga albatta raddiya beriladi. Ya'ni uni shaxsiyatiga tegib va uni shaxsiyatiga hech qanday u odam bir inson misol uchun o'zini shaxsiyati bilan yurgan bo'lsa, o'zini bir dunyosi, boshqa ishlari bilan bu masalan bizga misol uchun oddiy bir musulmon o'zini ishi bilan yuribdi deymiz. Ammo bir kishi chiqib da'vat qiladi, insonlarni ya'ni dinga chaqiradi, insonlarni islomga o'zicha ya'ni chaqiryapti. Ammo yo'nalishligida qancha bir ya'ni botil aqidalarni tiqib va botil aqidalarni tarqatib ketyapti. Shuning uchun bizni ana shu o'tgan salaf ulamolaridan birlari Imom Barbahariy rahimahulloh o'zlarini shu Sharhus Sunnada ulamolarni, ya'ni da'vatchilarni ikkiga bo'ldilar. Ikkiga bo'lib aytdilarki, ya'ni bir kishi borki, u insonlarni ya'ni bir kishi borki, insonlarni ya'ni da'vat qiladi, ammo o'zi bir toyilishlikka uchraydi. Misol o'zi bir narsaga ya'ni toyiladi. Biron bir mavzuga, biron bir narsaga toyiladi dinda. U odamni misol uchun u to'yilgan narsasiga biz ergashmaymiz, lekin u inson halok bo'lguvchidir. Va ikkinchi inson borki, wa'lam anna al-khuruja min at-tariqi ala wajhayn, amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'an at-tariq wa huwa la yuridu illa al-khayr. Hatto u xayr, ya'ni yaxshilikdan boshqa narsani hech ham nima qilmagan, ya'ni boshqa narsani istamagan. Faqat xayr istagan. Fala yuqtada va huwa la yuridu illa al-khayr. Ammo yo'ldan to'yilgan, biron bir ya'ni xatolikka yo'l qo'ygan, biron bir bid'atga yo'l qo'ygan, lekin niyati yaxshi bo'lgan. Fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halik. Uni ana shu to'yilgan narsasiga ergashilmaydi, chunki u halok bo'lguvchidir. Va akharu anada al-haqqa va khalafa man kana qablahu min al-muttaqin. Va akhara anada al-haqqa. Va ikkinchisi bo'lsa haqqa qarshi chiqadi. Haqqa qarshi chiqadi va o'zidan oldingi bo'lgan kishilarga muxolif chiqadi. Fa huwa dallun mudillun. Bu inson ya'ni adashgan va adashtiradigan kishidir. Ya'ni o'zi ham adashgan va boshqalarni ham adashtiradi. Shaytonun maridun fi hadhihi al-umma. Ya'ni bosh tortadigan shaytondir u mana bu ummatda. Haqiqun ala man ya'rifuhu ay yuhadhdhira an-nasa minhu va yubayyina lin-nasi qissatahu li'alla yaqa ahdun fi bid'ati fayahliku. Ya'ni har bir musulmon kishi, har bir ya'ni tolibul ilm, ulamo mana bunday insonlarni bilib tanigandan keyin insonlarni shirkka chaqiradi, insonlarni bid'atga chaqiradi. Mana bunday insonlarni bilgandan keyin, tanigandan keyin insonlarni bulardan hazar qildirishligi kerak. Misol uchun biz bugungi kunimizda saroy mullalarni videolarini ko'rsangiz agar, ularni
qaysi bir narsasini aytib beray deb turib odam ya'ni ularni shirkini, ularni bid'atini, ularni mana bu dinga qarshiligini qaysi birini sanog'iga borolmaydi. Sanab sanog'iga borolmaydi. Shunaqangi ko'payib ketganki. A'udhu billah. O'zbekistonda bo'lsa ham, Tojikistonda bo'lsa ham, Afg'onistonda, Eronda bo'lsa ham, Pokistonda bo'lsa ham, Qirg'iziston va Qozog'iston va boshqa yurtlarda bo'lsa ham. Ya'ni men bu yerlarda ana shu tillarini misol ya'ni bir-birimizni tilimizni tushunadigan joylarda hozir nomini olyapman. Ya'ni qayerdan bo'lmasa biz tilini tushunsak, arab bo'ladimi, ajam bo'ladimi, tilini tushunib va bu odamlarni adashtirishlikka chaqiryaptimi? Botil aqidaga chaqiryaptimi? Bizga vojib bo'ladi unga raddiya berib, uni ana shu botil aqidasini musulmonlarga aytib berishlik bizni bo'ynimizdagi vojib. Uni qissa, ya'ni uni tarixi ya'ni bu deganda ana shu zalolat tarixini aytib berish kerak insonlarga. To'yinki insonlar ana shuni botiliga ergashmasligi uchun. Bu Sharh Sunna Imom Barbahoriyni Sharh Sunnalarida keltirgan Imom Barbahoriyni ana shu Sharh Sunnadagi so'zlaridir. Bu ham ya'ni Qur'on sunnatga ko'ra, salafus solihga ko'ra ya'ni aqidadagi manhajdir. Va Qur'on ham biz ko'ramiz, Qur'on payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sunnat mushriklarni rad qilib kelgan. Ularni har bittasini botil yo'lda ekanligini ya'ni bizga tushuntirib keladi. Mushriklarni shirkini Alloh subhanahu va taolo ochib berdi. Adashgan Yahud nasorolarni Alloh subhanahu va taolo bizga bitta ularni bor maqsad tarix va qissalari bilan nima ya'ni iflos ish qilganlarini hammasini bitta Alloh subhanahu va taolo bizga qissa qilib berdi. Nima uchun? Mana shunday holatga giriftor bo'lmasligi uchun. Men endi bir qisqaroq qilib hozir misol keltirdim. Endi bugungi kunimizda mana bu Yusuf Davron bilan tanilgan shaxs talibul ilm, menimcha qaysi bir madrasada o'tiradi. Endi joyini qayerda-yu nimasini aytishlik shart emas. Bir joyda o'tiribdi, orqasida bir qancha bir biblioteka, ya'ni maktaba, kitobxonani taxlab olgan, lekin gapiga inson taajjub qiladi. Endi mana bu gapni eshitamiz, keyin bitta bu gapga ya'ni Qur'on va sunnatga ko'ra biz raddiya beramiz. Birinchi savol. Ustoz, davlat organ xodimlariga umumiy takfir berish yoki xoslab takfir berish va formachan namozxonga takfir berish joizmi? Iltimos, shu masalada ixtiloflashib qoldik. Dalil bilan javob bersangiz. Bismillah, alhamdulillah vahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hop, musulmon kishiga takfir berish bu aslida o'ta xatarli ish. Shuning uchun bu narsaga shoshmaslik kerak. Ya'ni hech qachon bir musulmonni la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb o'zini musulmonman degan kishini takfir qilishga, ya'ni kofirga chiqarishga musulmon kishi shoshmaslik kerak. Chunki hadislarda kim birodarga kofir desa, agar aytganidek bo'lmasa o'ziga qaytadi deyilgan. Va ulamolar bu narsadan qaytarib kelishgan. Jur'at qilmaslik kerak. Ulamolarda qoida bor. Man sabata islamuhu biyaqin la yuzalu anhu illa biyaqin. Kimda islomi aniq ishonch bilan sobit bo'lgan bo'lsa, shu aniq hujjatga asoslanmay turib uni islomdan chiqarilmaydi deyishgan. Shunday ekan, musulmon kishini kofirga chiqarishga shoshmaslik kerak. Endi buni batafsil nima qilishdi, menimcha hojati ham yo'q. Alohida bu haqda darslar qilindi. O'sha darslarga murojaat qilish mumkin. Ya'ni bir kishini musulmon bo'lgan kishini kofir deb adashgandan ko'ra, mabodo o'sha Allohning oldida kofir bo'lgan taqdirda ham musulmon deb e'tiqod qilib adashsa mabodo, buni zarari yo'q. Kim kofirni kofir demasa, o'zi kofir bo'ladi degan qoidaga tushmaydi bu. Bu qachon qoidaga tushadi? Ya'ni kofirni kofir demasa, o'zi ham kofir bo'ladi degan qoidani kufri aniq bo'lgan, o'zini kofirligini aytib turgan, e'tirof qilib turgan kishilarga nisbatan, nasoro bo'lsa ham, yahud bo'lsa ham, ateist bo'lib tursa ham, buddist bo'lib tursa ham, bu musulmon deb tursangiz,
mana bu kofirni kofir emas desangiz, mana shu holatda inson o'zi kofir bo'ladi, chunki Qur'ondagi bor narsani yolg'onga chiqarayotgan bo'ladi. Laqad kafarul ladina qalu innalloha thalithu thalatha. Alloh taolo uchta ilohni biri deydiganlar kofir bo'ldi deb turibdi Alloh taolo. Ya'ni xuddi shu gapni aytadigan nasoralarni kofir emas degan odam o'zi kofir bo'ladi, chunki Qur'ondagi oyatga zid e'tiqod qilganligi uchun, Qur'onni yolg'onga chiqarayotganligi uchun kofir deyiladi. Mana shu holatda ishlatiladi. Ammo bir zohirda musulmon bo'lib yoki hatto namoz o'qib yurib, ba'zi bir shubhali yoki dindan chiqqani aniq bo'lmagan ba'zi ehtimoliy ishlar bilan uni dinga chiqarish masalasida ehtiyot bo'lgan odam, mabodo o'sha ishi bilan u kofir bo'lgan taqdirda ham siz aniq dalilingiz bo'lmasa, uni kofirga chiqarmasa, bo'ldi, mana kofirni kofirga chiqarmayapti, o'zi kofir bo'ladi degan qoida bu yerda ishlatilmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'lgani yaxshi bu masalada. Ya'ni musulmon kishini kofirga chiqarish qoidalari haqida o'tgan, masalan, darslarga murojaat qilish mumkin. Kengroq bu narsa dalillar bilan, ahli bilan, so'zlar bilan bayon qilingan. Allohu a'lam. Barakallohu fikum ahli tavhid. Yusuf Davron aytyaptiki, ya'ni xulosasi shuki, savol ochiq. Savolda hech qanday bir misol uchun bir deylik yashirin yo mujmal ya'ni ba'zi savollar mujmal, buni o'sha mujmalchalik javob beriladi. Mujmalchalik javob beriladi. Ammo buni savoli ochiq oydin. Aytyaptiki, savol beruvchi aytyaptiki, davlat organ xodimlariga umumiy takfir berish yoki xoslab takfir berish va formachan namoz, ya'ni namozxonga takfir berish joizmi deyapti. Savol hech qanday, ya'ni tushunmaslik emas savol, albatta savol ochiq oydin. Bu Yusuf Davron aytyaptiki, musulmon kishiga takfir berish, ya'ni bu o'ta xatarli ish deyapti. Auzubillah. Albatta biz musulmon kishi deb oldin kimda aytiladi? Musulmon kishi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytilgandek, man salla salatana wastaqbala qiblatana va akala zabihatana fadhalika al-muslim. Alladhi ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kimki agar bizni namozimizni o'qisa va bizni ana shu so'yganlarimizni yesa va bizni qiblamizni qibla deb qabul qilsa, bu musulmondir. Bu musulmon Alloh va Rasulini zimmasidadir va bunga xiyonat qilmanglar deb turib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisda aytadilar. Endi bu musulmon. Ammo savol beruvchi savolni ochiq oydin beryaptiki, xodimlari. Men bilmaymanki, bu Yusuf Davron Madinada nimani o'qigan? Nimani o'qigan? Agar Allohning kalomini o'qigan bo'lsa, Qur'onni agar ta'lim olgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo aytadiki, inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Hukm, barcha hukm Allohnikidir. Barcha hukm Allohnikidir. Va boshqa joyda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va la yushrik fi hukmihi ahada. Alloh o'zini hukmida hech kimsani sherik qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zini hukmida hech kimni sherik qilmaydi. Va tog'larni birinchidan bu demokratiya, ya'ni demokratiyani o'zini ma'nosi bu insonlar tomonidan tuzilgan, insonlar uchun. Insonlar tomonidan tuzilgan qonun insonlar uchun. Bu yerda
Alloh hokim emas. Bu yerda hokim insonlar. Allohni bular mahkum qilishdi, na'udzu billah. Xuddiki Tojikistonda tog'uti o'zini ana shu Merosi Abu Hanifa degan kitobida aytadiki, ya'ni din ta'limotlari mana bu bizni qonun, ya'ni mana bu bizni kufriy, shirkiy, demokratik qonunimizga ko'ra, ya'ni ta'lim olinadi. Ya'ni demokratiya ijozat bersa, bir musulmon ta'lim ola oladi. Demokratiya ijozat bermasa, musulmon ta'lim ola olmaydi. Bu mana bu demokratiyani asl basharasi, asl yuzidir. Demokratiya mana shu insonlar tomonidan tuzilgan qonunlar va insonlar uchun. Bu yerda Alloh yo'q. Bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shariat dini yo'q. Bu yerda faqat insonlar uchun. Va barakallohu fikum ahli tavhid. Alloh subhanahu va taala buni boshqa oyatlarda aytayaptiki, afa hukmal jahiliyyati yabghun, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun. Alloh subhanahu va taala ochiq oydin aytayaptiki, Moida surasida, afa hukmal jahiliyyati yabghun, sizlar ya'ni johiliyat hukmini xohlaysizlar. Wa man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun. Buni Alloh subhanahu va taala aytayapti. Ya'ni dinsizlik hukmron bo'lishini istaysizlarmi? Iymonlari komil bo'lgan qavm uchun Allohdan ham go'zalroq hukm qilguvchi kim bor? Ya'ni musulmon muvahhid kishilar uchun Allohdangina boshqa go'zal va man ahsanu minallohi hukman liqaumin yuqinun, Allohdan ham ko'ra go'zalroq hukm qiluvchi bormi? Va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Kimki agar Allohning hukmini qo'yib boshqa hukm bilan hukm qilsa, Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, boshqa narsa bilan hukm qilsa, bular ayni kofirlardir. Va bunga o'xshagan oyatlar juda ko'p va biz boshqa oyatlarda ham keltiramizki, Alloh subhanahu va taala Niso surasida bu tog'utlar lashkarini ochiq oydin kofir ekanligini aytdi. Bu bugungi kundagi mana bu qonunlar hammasi kufriy qonunlar, shirkiy qonunlar bular. Ulamolarni, ya'ni tili bilan aytganda, ba'zi ulamolar tili bilan sanamun jadid, ya'ni mana bu yangi but. Bizni zamonamizdagi butlar bular. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam zamonasidagi masalan butlar, deylik, ba'zilari insonlardan bo'lgan Abu Jahl, Abu Lahablar o'zlarini ana shu hukmlariga boshqalarni sig'intirib, boshqalarni bo'ysundirgan va ba'zilari butlarga sig'ingan bo'lgan va boshqa ya'ni Fors, Rum podshohligi ki o'zlariga sig'intirishgan. Ular nima bilan sig'intirishgan? Ana shu hukm bilan, soxta hukmlar bilan. Bugungi kunda ham qaysi bir
barakallohu fikum, qaysi bir hukumat va qaysi bir davlat ki bular misol uchun Qur'on va sunnat bilan hukm qilsa, bormi? Yo'q. Hatto Saudiy ana shu prezidenti o'sha ular amir deyishadi, bir tog'utdir, bir mushrik, najasdir. Endi boshqalarni qo'yaverasiz endi. Bu yoqda yana da'vo qilishadiki, biz ya'ni islom bilan hukm qilamiz deb. Shuning uchun barakallohu fikum, bu yerda bu hukmlar bizga ma'lum bo'lgandan keyin, chunki biz bu hukmlar, bu qonunlar kufri shirki ekanligini biz o'tgan darslarimizda bayon qilib o'tganmiz. O'tgan darslarda eshitsalaring agar, ularni shirk, kufr ekanligini biz Qur'on va sunnatdan bayon qilib o'tgan. Va Alloh subhanahu va taolo endi bularni lashkariga o'tamiz. Misol Alloh subhanahu va taolo Qasos surasida 7 va 8 oyatida aytadiki: "Va hamana va junudahuma kanu khotiin." Fir'avn, Homon, uni junudi lashkari. Ya'ni Fir'avn va Homon vaziri junudi bu lashkari bo'ladi. Misol bugungi kunda agar biz bugungi davlatlarda aytadigan bo'lsak, misol prezident bo'ladi, keyin vaziri bo'ladi, keyin boshqa strukturadagi lashkarlar. Bular hammasi yo parlamentdagi qonun chiqaradigan kishilar, na'uzubillah, bular hammasi hukmi ana shu xotiinga kiradi. Yani bitta, ya'ni kafirin. Xotiin albatta to'a, aqto'a deganda ma'fuun an, ki kishidan ya'ni kechirilgan. Ammo agar xotiin, la ya'kuluhu illa al-xotiin degan oyatda ham jahannam ahlini aytayotganda Alloh subhanahu va taolo undan ya'ni yeyishmaydi magaram xotiin deydi. La ya'kuluhu illa al-xotiin. Ya'ni xotiunmi? Xotiin. Xullas, bu yerda kofir mushriklarni nazarga tutyapti. Alloh subhanahu va taolo bularni Alloh subhanahu va taolo hammasini, Fir'avnni, vazirini, lashkarini bitta joyda zikr qilyapti. Bitta joyda. Barakallohu fikum. Shuning uchun bu yerda ya'ni Yusuf Davron aytayaptiki, bizni davlat organlaridan savol bersa, aytayaptiki, biz haqqimiz yo'q bitta musulmonni takfir qilishga. To'g'ri. Agar masalan shurutut takfir, biz shurutut takfirga qarasak, biz shurutut takfirni kitobini, ya'ni mana shu yerga o'zbekchasini tashaganmiz. Olib o'qinglar. To'g'ri, bir kishini to bir shirk va kufrul akbarda biz ko'rmasak, shirkul akbar va kufrul akbar qilganligiga bir musulmonni amin bo'lmasak, biz uni takfir qilmaymiz. Shubha bilan bir kishini shunaqa bo'lsa shunday bo'ladi deb turib o'zimizdan xavorijlarga o'xshab biz takfir qilib ketmaymiz. To shirk va kufr akbari aniq bo'lmaguncha. Xuddiki bu bir qoidani zikr qilyapti. Bu qoida mashhur qoida, ulamolar ya'ni orasidagi mashhur qoida. Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh ham buni zikr qiladi. Ki aytadilarki: "Va man thabata islamuhu bi yaqin
لم يزل ذلك عنه بالشك. Ya'ni agar bir kishini islomi yaqin bilan sobit bo'lgan bo'lsa, misol bir kishini namoz o'qiydi, o'zini musulmonman deydi. Biz zohiriga ko'rib, shu zohiriga aytamizki, bu musulmonmiz deymiz. Undan biz hech qanday bir shirk, kufrni ko'rmadik. Shirk, kufrni ko'rmadik. Ammo shu inson davlat organ ishchisidir. Davlat organ ishchisidir. Ana shu davlat tog'utda ham ishlaydi, namoz ham o'qiydi. Bunday inson kelib namozda Allohga sig'inyapti va hukmda borib insonga sig'inyapti. Ana o'sha demokratiya kitobiga sig'inyapti. Mana bunday insonni, ya'ni agar bir kishi aytsaki, namoz o'qidi-ku desa, to'g'ri, namoz o'qiganda uni islomi sobit bo'ldimi? Ha, sobit bo'ldi. Zohirida islomni ko'rsatdimi? Ko'rsatdi, ha. Ha, namozdan keyin nima qildi u? U borib, ya'ni ana shu yana o'zini kufriy, shirkiy xonasiga kirdi yana. Va u qonunlar Qur'ondan olinmagan, sunnatdan olinmagan. 4-5 ta alkash o'tirib, o'sha fikrini bildirib odamlarga ana shu qonunlarni parlament tuzib, ya'ni 5 tasi qo'l ko'tarsa, 6-chisi qo'l ko'tarmasa, qonun qabul qilib ketilavergan. Shuning uchun mana bu qonun Alloh tomonidan bo'lmaganligidan keyin bu Allohga sherik qo'shish bo'ladi. Bu insonlar qonunda, hukmda o'zlarini Allohga sherik qilishdi. Mana bu shirkni, mana bu zobitlar, mana bu formaliklar borib turib o'shani ko'tarib yuribdi. Va Yusuf Davron bu yerga kelib bizga musulmonni takfir qilmaslik kerak, ehtiyot bo'lish kerak, bunga inson jur'at qilmasligi kerak deb boshqa masalada Yusuf Davron, yo san aytsangki, misol uchun men mana bu masalalarni tushunmayman desang, bu senga yaxshiroq bo'lardi. Bunday Allohning diniga johilona suhbat qilib, Allohning diniga mana bunday johillik bilan mavzudan boshqa mavzuga qochib, ochiq oydin, ya'ni agar bir kishini islomi yaqin bilan sobit bo'lsa, shak bilan u albatta ketkazilmaydi. Ammo bir kishini shirk, kufri o'sha formasidan ko'rinib turibdi va u tog'utni lashkari ekanligi bilinib turibdi. Uni qayerda shak bor? Endi men aytaymi sizlarga, bu inson bunaqa. Bizda ana shu bitta Afg'onistonlik bor. Buni ko'p misol bizda ana shu tojik tilini tushunadigan birodarlar uni taniydi. Abdurahmon Fotih degan bir Afg'onistonlik, bir madhali, murji'a, jahmi, bir kofir, najas, adil mushrik bor. Bu kishi ham bir vaqt aytuvdiki, biz haqqimiz yo'q, mana bu tog'utlarni lashkarini, ya'ni ana shu tog'utni armiyasida urushadigan, o'shatga borib xizmat qiladigan, ularni kofir deyishlikka bizni hech qanday haqqimiz yo'q. Biz takfir qila olmaymiz deb turib, ana shunday aytgan. Va aynan mana shunday o'sha jahmi gapni mana bu Yusuf Davron aytyapti. Chunki Yusuf Davronda yana bitta tanishi bor.
biz uni juda ham chiroyli taniymiz. U ana shu rus tilida da'vat qiladi. Bir Dog'istonlik nomi haligi Abu Usman Javziymi shunaqangi nomi. Ya'ni mana bu inson bilan bu birga birodarlik, birga misol do'stlashish, boshqa. Chunki u Abu Usman al-Javzi ham misol Erdo'g'onni takfir qilmaydi. Erdo'g'onda deyapti, men undan hech qanday ya'ni kufrni ko'rmaganman deydi. Na'udhu billah. Bular shunaqangi Alloh kishilikni insonlarga bergan. Albatta inson agar Allohdan qo'rqmasa, Alloh subhanahu va taolo uni o'sha insonlardan qo'rqadigan qilib qo'yadi. Shuning uchun albatta meni murojaatim boshqa musulmonlarga, ya'ni O'zbekistonlik musulmonlarga-ki, ya'ni mana bunday insonlar Yusuf Davronga o'xshagan va bu yana bittasi Sodiq Samarqandiy, unisi chiqib biz prezidentimiz bilan hech qanday muammoyimiz yo'q, biz dushmanligimiz yo'q deb turib na'uzu billah tamom, ya'ni qo'rquvdan al-vala val baro, tavhid degan narsa esdan chiqib ketgan. Na'uzu billah. Mana bunday mushrik bo'lgan kimsalarni darslarini eshitish, chunki bular o'zlarini nafsini deb dinga har vaqt, har qachon xohlasa xiyonat qilaveradi. Inson bu din yo'liga chiqqandan keyin yo haqni gapirish kerak, yoinki ana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganidek, man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Falyaqul haqqa aw liyasmut. Albatta bu falyaqul haqqosini men boshqa bir ma'no berganliklari uchun ulamolar aytyapman. Hadisning matni, ya'ni man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Kimki agar Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, iymoni bo'lsa, u yaxshi so'z, ya'ni haq so'zni aytsin, yoinki xomush bo'lsin, yoinki sukut saqlasin. Ana shu sukut saqlaganligi bilan boshqa haq so'zini aytadigan kishilarga xizmat qilgan bo'ladi. Bir inson yo haqni gapirsin, yoinki ya'ni sukut saqlasin. Sukut saqlashlik o'zi uchun ham, ummat uchun yaxshilikdir. Va mana bu inson bu yerda mavzu tog'utli lashkari haqida. Xuddiki Alloh subhanahu va taolo boshqa joyda aytadiki, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah vallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'ish shayton inna kaydash shaytoni kana da'ifa. Mu'minlar Alloh yo'lida jang qiladilar. Kofir kimsalar esa shayton yo'lida jang qiladilar. Bas ey mu'minlar, shaytonning do'stlariga qarshi jang qilinglar. Shubhasiz shayton zaif bo'lguvchidir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu yerda mana bu tog'ut yo'lida faqat kimlar jang qiladi deyapti? Kofirlar jang qiladi. Bugungi formaliklar kimni tavhidga chaqirgan? Kimlarni tavhidga chaqirib, kimlarni tavhiddan to'xtatyapti? Aksincha tavhidga chaqirishga qo'ymaydi.
qani bir erkak bo'lib aytsinchi, tavhidga chaqirgan mana shu bugun borib tavhidga chaqiring. O'zbekiston, Tojikiston, boshqa shu O'rta Osiyoga ertasiga nom qolasiz. Va mana shunday insonlarni kelib bir kishi musulmonni takfir qilishlikka bizda haqqimiz yo'q deb turib, ya'ni ahmoqlikni yoqib olgan. Albatta, agar bunchalik ahmoq bo'lsa, bular undan ko'ra jim o'tirsin bir chekkaga o'tib. Yo'q. Shuning uchun bular ahmoq emas. Bular juda kallasi yaxshi ishlaydi. Bular shunaqangi kallasi yaxshi ishlab jahmiy bo'lib ketgan. Bular shunaqangi ilmni o'rganib jahmiy bo'lib ketgan. Bularni ilmlari kuchlilik qilib, bular shariat doirasidan chiqib ketgan. Shuning uchun bizni ustimizdagi vojib bo'lgan narsa mana bunday kufrga chaqiradigan kishilarni musulmonlarga bitta ochib berishlik. Albatta, balkim men bir tomonda aytdim, ikkinchi tomonda aytmadim. Balkim bu saroy mullalar xursand bo'lishligi mumkinki, bu bizga qarshi odamlarni gapiryapti-yu, bu kim ekan deyishligi mumkin. Yo'q. Biz bulardan ham bariymiz. Bu saroy mullalar ular hech qanday ya'ni dinni yaqiniga ham ularni nimasi yo'q. Aloqasi yo'q. Abror muxtori bo'ladimi? Yo boshqa domlalari bo'ladimi? Bular hammasi Allohning dushmani, dinning dushmani. Bular o'sha O'zbekistonning bir proyekti bilan ketyapti bular. Bu Qur'on sunnati proyekti bilan ketmayapti ular. Sahobani proyekti bilan ketmayapti. Ular davlat chizib bergan proyekt bilan ketyapti. Shuning uchun sizlar ey O'zbekistondagi va boshqa o'lkadagi o'zbek tilini tushunadigan kishilar mana bunday insonlardan chetlaninglar va kelinglar birgalikda tavhidni o'rganaylik, Allohning dinini o'rganaylik va Allohning roziligi uchun Allohning diniga xizmat qilaylik. Va baxt saodat ham mana bunda. Baxt saodat qo'rqoqlikda emas, baxt saodat tog'utlarni orqasini tozalab yurishlikda emas. Bu xorlik, bu zalolat bu. Shuning uchun izzat tavhiddadir. Tavhidga agar inson ya'ni harakat qilmasa, tavhidni o'rganmasa, bu holatda xoruzor bo'lib ketadi. Chunki ko'p Madina o'qigan degan nomni olishgan ko'p kishilar. Madina o'qigan desa, ko'tar qilishadi. Madina o'qigan desa, ko'tar qilishadi. Ammo Madina o'qidi, bu haqqa erishdi degani emas. Madina o'qidi, bu ya'ni haqiqatni tushundi degani emas. Shunday Madina o'qigan Jahm ibn Safvondan ham o'tkazib o'rishadi. Tog'utni Amiral Mu'minin deydi. Na'udzu billah. Biz mana shunday madhali bir aqidalari juda ham o'ta bir past, o'ta bir razil, o'ta bir tog'ut oborib qamab qo'ygan, hali ham tog'utni yalab yuradi. Hali ham tog'utni ana shu orqasini ko'tarib yuradi. Shuning uchun biz
Alloh subhanahu va taolo mana bunday botloq, bunday qorong'ulikdan bizni Alloh subhanahu va taolo ya'ni chiqarishlikni manu sizga nasib qildi mana shuni. Buni endi biz ya'ni shukrini qilib va bunga mustahkam turishimiz kerak. Xuddiki biz boshidagi biz tavhid darsliklarimizda aytdikki, shuning uchun biz yaratilganmiz. Tavhid uchun biz yaratilgan. Tavhid bilan o'tib ketishlik har bittamizga nasib qilsin. Va oxirgi so'zimda bitta Imom Ahmadni bo'lgan voqealarni, o'sha zindonda bo'lgan voqealarni bittasini aytib, shu bilan so'zimni yakunlayman. Imom Ahmadni oldiga bitta ana shu posboni kelib aytadiki, "Ey imom" deydi, "men" deydi, "ana shu zolimlarni yordamchisi bo'lamanmi, yo'qmi?" deganda Imom Ahmad ana shu posbonni nima dedilar? Aytdilarki, zolimni yordamchisi uni xonasini supurib, tozalab, kiyimini yuvib, unga ovqat pishirib beradigan. Ammo sen bo'lsang, sen zolimni aynisan. Ya'ni sen zolimni o'zisan. Ya'ni lashkarni ajratmayapti. Lashkarni ajratmayapti. Zolim bilan bitta deb aytyapti. Mana bunday bo'lgan bizni salaf ulamolarimiz. Shuning uchun biz salaf ulamolarimizni tushunchasi deganimizda ular Qur'on va sunnatni yaxshi tushunishgan. Va shuning uchun bilganki, Alloh subhanahu va taolo Fir'avn, Homon va lashkarni bitta deb aytdimi? Ha. Demak, hammasi bitta. Shuning uchun bugungi kundagi mana bu demokratiya, shirk zamonimizdagi but bu va bu ya'ni bir inson mana bunday demokratiyada ya'ni o'sha boshlig'idan boshlab to shu oxirgi yordamchilarigacha bular hammasi mushrik kofirlardir. Alloh subhanahu va taolo bizni mana bunday kofir mushriklarning zararidan o'zi saqlasin va mana bunday shirk va kufrga giriftor bo'lishlikdan ham Alloh subhanahu va taolo bizni o'zi saqlasin va tavhid bilan har bittamizni ketishimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.